Nima qilyapsan? Odamlar tomosha qilyapman. Ana bu yerda bir bola onasiga injiqlik qilyapti. Onasi uyga tortsa, bola do'konga tortyapti. Ana bu yerda ota bola futbol o'ynab yuribdi. Qanday baxtli. Bizga buni qizig'i yo'q. Nega qiziq emas? Axir biz ham ota-onamiz bor. Bizni ham qayerdadir sog'inishayotgandir. Sog'inishyapti? Nega kulasan? Biz ham odammiz-ku. Biz ham kimgadir kerakdirmiz. Seni bu yerga olib kelishganiga qancha bo'ldi? Bilmayman. Esim tanimagandim. Shu vaqtgacha seni kimdir o'g'lim deb keldimi? Kimgadir kerak bo'lganingda bu yerga tashlab ketishmasdi. Kerak bo'lmasam nega dunyoga keltirishdi? Odamlar shunchalik xudbinmi? Odamlar shunchalik mehrsizmi? Farzand kerak bo'lmasa nega dunyoga keltirasan? Nega? Bir umr yetim nomi bilan yashasin debmi? Kim aytdi bizni yetim deb? Bu vatan bizga ona, bu vatan bizga ota. Hammamiz shu vatanning farzandlarimiz. Nima derdik? Biz hech qachon hech kimdan kam bo'lmaganmiz. Kam bo'lmaymiz ham. Degan aytib, konspektingdagi hamma mavzularga o'chirib oldim.